Turmushga chiqqanmisiz? Yo'q, o'tirib qolganman. Voy malades, kitob bo'yicha o'tirib qolgansiz, lekin solishib yuribsiz, a? Dugonalaringiz bilan baribir erga tegaman biror kun deb. O'tirib qolgansiz, nimaga? Nima bo'lgan? Menga munosib chiqqani yo'q. Ha yo'q, munosibat chiqmadimi? Demak qattiq solishar ekansiz-da, aylanib keting. Menga munosibi kamida 5 ta gelgi bo'lish kerak, Mercedes mashinalar bo'lish kerak. O'zimga munosib hali kelgani yo'q. Voy aylanib keting deb sal nafas olib gapiring, somsaxonangiz tellab ketyapti yozgi kunida gapingizga. Sizga yoqadigan bolani nimasi bo'lish kerak? Qanaqa bola bo'lish kerak? Kamida Toshkent Cityda 25 xonali 2-3 ta uy bo'lish kerak. Gap yo'qmi? 25 santimetrli otni qassi bo'lmaydimi? Sizga qanaqa bolalar ko'proq yoqadi? Qanaqa ismli bolalar? Timur ismli bolalar yoqadi, chunki ular kelishgan, zdoroviy, puli ko'p, boyvachcha bo'ladi. Voy aylanib keting, men bilib qoldim. Timur aka shashonchasiz gapiradigan zavodingizga shaqqalatar ekanda pul bilan. Voy malades.